Akalar, men yana shu joydaman. O'tgan safar mana shu brend yozilmadi, ilinmadi. Mana shu joy bo'sh edi. Shuning uchun reklamani olmadik. O'rtoqlar, hali ham reklama emas. Prosta o'zimga kerakligi uchun amakim so'radi. Shu narsani bitta qiziqchi narxini ish pul qanaqa dedi. Sizlarga ham aytib o'taman. Jigarlarim, qaranglar. Menga kerakli narsa mana xon taxta. Yukni ko'ryapsizlarmi, qanaqa yukni ko'tarib turibdi. O'tgan safar shuni kelsam, akamiz yugurib ustiga chiqib ketdi, sinmadi-da. Reklama qilib ustida sakrab berdi mana shu xon taxtani. Birorta samarasi qatirilmas ekan, yig'ma bo'lar ekan, butun list bo'lar ekan o'rtoqlar. Mana gullari ham bor, ko'ryapsizlarmi? Xullas, sifati zo'r. Ikki tomonlama MDF deyapti. Razmeriga keladigan bo'lsak, 1.15 ga 69 deyapti. Taxminan shunaqa 1.15 ga 69. Narxi desa, ukam 50 ta bor dedi. Kelib olib ketsa 850 ming so'mdan qilib beraman dedi. Mabodo ko'proq oladigan bo'lsalar, balkim kelishtirib bersa kerak. Nomerlarni qo'yib qo'yaman, o'rtoqlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Lekin xon taxtaga gap bo'lishi mumkin emas. Bitta qiziq qo'yiladi, akalar. Zo'r ekan, yig'ma. Shuni yig'ishtirsalar kichkina bo'lib qoladi. Ko'tarib bu yoqqa, misol uchun, pikniklar qilinadi-yu, shunaqa joylarga bemalol chiqsanglar bo'ladi. Xullas, yig'ma. Juda ham chiroyli. Vobshe zo'r ishlangan, mehrda dodasi berilgan lekin. Gap yo'q. Kerak bo'lsa, nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar.